ba'zi insonlardan intervyu olinganda boshqa kitob o'zi shartmi ham deb qoladi. O'zi kitob o'zi nima uchun kerak ustoz? Kitob muhim, chunki insonda faqat jasaddan iborat emas. Insonni tuzilish formasi o'ta murakkab. Insonda ham jasad bor, ham ong bor, ham ruh bor. Jasadni o'zini ozuqasi bor. Jasadga to'g'ri turmush tarzida, sog'lom turmush tarzida unga vaqtida taomini berish kerak. Vaqtida vitaminini, vaqtida gormonini to'g'rilash kerak. Ongni quvvatlantiradigan ozuqa kitob. Kitob bo'lmaguncha ong rivojlanmaydi. Mashhur allomalardan o'sha Jaloliddin Rumiyning gapi aslida, keyin buni Dekart ham aytgan deyshadi. Dekartning ham gapi bor. Inson o'zi yodlagan lug'atlar asosida tushunadi. Sizda qancha lug'at bo'lsa, o'sha asosda tushunasiz. Agar lug'at kam bo'lsa, saviya kam bo'ladi. Atroflicha tushuna olmaysiz. Agar lug'at bir xil bo'ladi, tasavvur qilish insonning lug'atiga bog'liq. Ko'p kitob o'qigan odamning ongida, ya'ni ko'p lug'at shakllanadi. Ko'p lug'at shakllangandan keyin uni tasavvuri boshqacha, o'zgacha bo'ladi. Hech kim ko'rmagan nuqtani ko'ra oladi. Bu insonni ongiga juda katta quvvat. Endi ruh nima bilan ozuqalanadi desa, ruh ilohiy ta'limotlar bilan. Bizning tilimizda zikrlar, duolar, qiroatlar, ibodatlar bular hammasi ruhni ozuqalantiradi.